Davlatimiz rahbari topshirig'iga muvofiq xorijdagi madaniy boyliklarni O'zbekistonga qaytarish ishlari izchil olib borilmoqda. Xususan, Yevropa muzeylarida saqlanayotgan 1300 yillik noyob artefaktlar, Temuriylar va Boburiylar davri, saroy hayotiga oid asarlar, Qo'qon xoni qilichi hamda ko'plab boshqa noyob osori atiqalar mamlakatimizga qaytarildi. Bu sa'y-harakatlar madaniy merosimiz qadrini oshirish va uning jahon hamjamiyatidagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston tarixida bunaqa holat bo'lmagan, doim bizdan chiqib ketgan, lekin qaytarish masalasi deyarli biz eslamaymiz. Biror joyda e'tirof ham etilmagan. Yangi O'zbekiston davrida mana shunaqa asor atiqalar dunyoni yirik auksionlaridan, xususiy dillerlardan va boshqalardan sotib olish hisobiga bu yerga olib kelib, o'zini munosib joyini topdi va o'tgan yili 1000 ga yaqin eksponat qaytarildi. Ikkinchi Renessans ekspozitsiyasida Amur Temur hukmronligi davri va O'zbek xonliklari davridagi madaniy ma'rifiy hayot aks ettirilgan. Unda Amur Temur davriga oid kashfiyotlar va ilmiy yutuqlar xaritasi ilk bor namoyish etilgan. Vaqt devorida Amur Temur va Temuriylar davrida yaratilgan qo'lyozmalardan olingan miniatyuralar, ularda aks ettirilgan tarixiy shaxslar siymosini ko'rish mumkin. O'zbekistonning buyuk tarixi bor, yirik allomalari bor, merosimiz buyuk deb bu rost gap, lekin uni amalda ko'rsatadigan biror bir platforma yo'q edi. Mana shu platformaning yaratilishi bu masalaga tom ma'noda barham berdi. Endi shunday bir maskan shakllandiki, bunga kirib chiqqan inson, har bir mutaxassis avvalambor islom dinini, insonparvarlik mohiyatini, bu dinni tolerantligini, bu din ilmga, ma'rifatga da'vat qilishini va bu din tinchlik va xotirjamlik dini ekanligiga ishonch keltiradi. Va qolaversa undan tashqari o'zbek xalqini merosi deb aytamiz. Shu qadimgi 3000 yillik tariximizdan boshlab hozirgi davrgacha bo'lgan merosimizni yaxlit va bir aniq ilmiy dalillar asosida shakllantirib beradi. Biz bilgan va bilmagan degan tarix iborasini biz ko'p ishlatamiz. Shu iborani haqiqatdan ham biz bilganimizga nisbatan bilmagan artefaktlarimiz, bilmagan tarixiy shaxslarimiz juda ham ko'p. Biz mana shu 1 va 2 Renessansda hali xalqimiz eshitmagan, xalqimiz uchun notanish bo'lgan tarixiy shaxslarni olib chiqishga, ular haqida ma'lumotlar berishga harakat qildik va men o'ylaymanki, bu muzeyga kirgan har bitta inson o'z tarixidan faxrlanadi. Maqsadimiz ham shu edi. So'nggi qismda Yangi O'zbekiston, Yangi Renessans ekspozitsiyasi joylashgan. Unda O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy ma'rifiy jarayonlar, erishilgan yutuqlar, davlatning tashqi va ichki siyosati ustuvor yo'nalishlari, amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan. Muhtaram yurtboshimizni o'zlari bevosita rahnamolik qilayotgan davrlarida bo'layotgan qisqa fursatdagi ishlar ham olamga tatiydigan ishlar bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ana shu bo'limda shularni to'laqonli ko'rsatib berish imkoniyati bo'ldi. Qolaversa endi bu bo'lim yana ham davomli tarzda, chunki hali islohotlar ko'p. Mana kuni kecha ochilish marosimida alohida ta'kidladilarki, biz endi birinchi qadamni qo'ydik. Biz buni barpo qildik, endi ish boshlanadi dedilar. Bu nafaqat biz yurtimiz uchun, balki dunyo uchun bir yangilik bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana shu islom sivilizatsiyasi markazini o'sha ma'naviy jihatdan boyitish asnosida shu kungacha dunyodagi eng mashhur mana shu sohaga tegishli bo'lgan 400 dan ortiq mashhur ulamolar ham ishtirok etgan. Ularning ham xizmati bor. Ya'ni shu kungacha ularni ham bu yerda bo'layotgan ishlardan xabar topdi va bu butun dunyoga demak ovoza bo'lib ulgurdi hozirgacha.
Ta'kidlash kerak, xalqaro ISO standartlari asosida eksponatlar raqamlashtirilib, yagona elektron platformaga joylashtirilgan. UNESCO va ICOM talablari, shuningdek jahonning eng mashhur muzeylari tajribasi asosida eksponatlarning 8 yo'nalishdagi etiketaj etalonlari va tasniflari yaratilgan. Har bir eksponatga QR kodlar joylashtirilishi natijasida tashrif buyuruvchilar mobil telefon yoki planshet orqali ularning video va audio kontenti bilan dastlab 3 tilda, keyinchalik esa 8 tilda tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, Britaniya, Luvr va Metropolitan muzeylaridagi kabi robogidlar, planshetlar orqali video va audio tanishuv, audio gidlar, radio gidlar va yo'nalish ko'rsatuvchi quloqchinlardan foydalanish ko'zda tutilgan. Mana misol uchun hozir o'sha filmlarni ko'rish uchun quloqchinlar ham qo'yilyapti va quloqchinlarda o'sha ovozlarni eshitish mumkin. Bu ham o'ziga xos kreativ yondashuv, sababi tomoshabin kelib filmlar bir-biriga xalaqit qiladi. Shuning uchun tomoshabin bevosita o'zi individualni eshitib, o'sha film to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu hamma davrga xos bo'lgan noyob numizmatik ashyolar qo'yildi. Eng qadimdan o'sha bizga tangalar kirib kela boshlagan davrdan boshlab to mana shu 20-asrgacha bo'lgan pullar, tangalar deylik, qo'yildi. Haqiqiylari, albatta asl haqiqiy tangalar. Bu ham demak tomoshabinlarni nihoyatda qiziqtiryapti. Bizda mana shunday haligi tarixda numizmatik ashyolar mavjud bo'lganligini ko'rib. Umuman olganda har bir ekspozitsiya nihoyatda qiziqarli, maqsadli, o'sha mavzuli va tomoshabinni albatta o'ziga jalb eta oladi. Islom sivilizatsiyasi markazi binosining 2-qavatida innovatsion kutubxona joylashgan. Kutubxonaning umumiy maydoni 3105 kvadrat metrni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda uning fondi 45150 tadan ziyod adabiyotlarni qamrab olgan bo'lib, shundan 2609 tasi nodir nashrlardan iborat. Bundan tashqari kutubxonada 350 mingta elektron adabiyot mavjud. Kutubxona bir vaqtning o'zida 310 nafar foydalanuvchiga xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Kutubxonaning umumiy elektron fondi 5 million resursga mo'ljallangan. Qisqa muddat o'tishiga qaramasdan hozirga qadar biz bilamiz bir qancha mukofotlarga sazovor bo'ldi, ko'plab ro'yxatlarga kiritildi. Bu Fransiyada deymiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida, arab mamlakatlarida, musulmon mamlakatlarda juda katta bir shov-shuvlarga sabab bo'ldi va xorijiy olimlar tarafidan ham katta e'tirofga sabab bo'ldi va prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek, 2-qavatda bir qancha yirik mana shu sohadagi ilmiy muassasalarga, bu Oxford Islom tadqiqotlari markazi bo'ladimi, RCK bo'ladimi, ISS ga bo'ladimi, Turkiy davlatlar akademiyasi bo'ladimi, o'shalarga joy ajratib kelajakda birgalikda mana bu ishlarni yanada rivojlantirishga sharoit yaratildiki, bu sharoitdan xorijiy mutaxassislarni juda boshi osmonga kelib, katta takliflar bilan, yangi g'oyalar bilan chiqib, mana shu Islom sivilizatsiya markazini yanada takomillashtirish, yangi kashfiyotlarni yo'lga qo'yish haqida fikr yuritishyapti. Hamkorlik uchun imkoniyat yaratildi. Tashkil etilgan matbuot anjumanida markaz rahbari va barcha ilmiy maslahatchilar ishtirok etdi. Anjumanda markazning umumiy xususiyatlari, amalga oshirilayotgan ishlar va ilmiy tadqiqot faoliyati, shuningdek, xalqaro hamkorliklar ham muhokama qilindi. Savol-javob tarzida o'tkazilgan uchrashuvda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar va markazning faoliyati hamda rejalar haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Tashkil etilgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi nafaqat O'zbekistonni, balkim buni aytib o'tish mumkin, ham mintaqani, ham dunyo miqyosidagi katta yutuq va u o'z mohiyatiga ko'ra O'zbekistonni buyuk merosini dunyoga tarannum qiladi va yoshlarimizni, O'zbekiston aholisini esa mana shu merosga mos va 3-renesansni bunyodkorlari sifatida tarbiyalashga asos bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat O'zbekistonning boy ma'naviy merosini o'zida mujassam etgan noyob maskan, balki butun insoniyat sivilizatsiyasining yuksak yutuqlarini namoyon etuvchi ulkan ilmiy ma'rifiy dargoh hamdir.
U o'zining benazir me'morchiligi, zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan ilmiy yondashuvi va boy ekspozitsiyasi orqali o'tmish va bugunni bog'lovchi mustahkam ko'prik vazifasini bajarishi shubhasizdir.